Assalomu alaykum. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazolarining yumshoqligi va bu masalaga jamoatchilikning munosabati haqida Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashamiz. Epsteynlar o'zimizni yaqin o'tmishlarda ham bo'lgan. Ya'ni xon zamonlarida badiiy asarlarimizni o'qisangiz bu narsalarda hammasi bor. Lekin masalan yaxshi tomoni 1 oy, 2 oy, ya'ni yarim yildan keyin bu narsalarga odamlarda immunitet paydo bo'ladi. Epsteyn ishlariga odamlar ajablanmay qo'yadi. Afsuski endi bu Epsteynlar o'tmishda qolib ketgani yo'q. Bugun ham bor. Kerak bo'lsa, unda Epsteynga dars beradiganlar ham yuribdi bugungi kunda ham. Lekin men bitta narsani sizga ochiq aytaman, Olimjon aka, bu yagona hodisa emas. Bundan oldin Marg'ilonda ham bo'lgan edi. Qo'qondagi o'sha tarbiyasi og'ir bolalar axloq tuzatish koloniyasi u yerda ham bo'ldi. Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi bolalar tarbiyaviy nimasi bor koloniyasi o'sha yerda ham bo'ldi. Administratsiya rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida juda katta bir kampaniya olib borildi va mana shu Xorazm voqeasidan keyin jazolari kuchaytirildi. Xorazmdagi mehribonlik uyi amaldorlar xatasiga aylanib qolgan edi degan gaplar chiqdi. Adliya vazirligining hozir amalda o'tirgan ayrim amaldorlari ham borgan edi o'sha joylarga degan mish-mish darajasidagi gaplar chiqdi. Lekin tergov organlari bu ish oxiriga yetmadi. O'shaning uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi ham, Oliy sud ham bu ishni imijimida tinchitishga harakat qildi. Qiziq vaziyat yuzaga keladi Abdurahmon aka. Ijtimoiy o'sha norozilik yuzaga keladi. Bahonada bu ishlarni qilgan katta amaldorlar qutulib qoldi. Olimjon aka, siz bilan bir choyxonada o'tirib gaplashsak, mas'uliyat ham shunga yarasha bo'ladi. Men ommaviy axborot vositida o'tirib gaplashayotganimiz uchun men hamma mas'uliyatni bo'ynimga olib ayta olmayman. Menimcha ular shantaj qilingan. Agar biz uzoqroq muddatga ketadigan bo'lsak yoki bizni qamaladigan bo'lsak, faqat o'zimiz ketmaymiz, senlarni ham oyog'ingdan tortamiz degan narsa bo'lgan bo'lishi mumkin degan menda ehtimol bor. Mana Qozog'iston kimyoviy kastratsiya qilish yo'liga o'tdi, ya'ni bichish yo'liga o'tdi. Buni hammasi cho'ntakka kelib taqilaveradi. Masalan, bitta odamni kimyoviy kastratsiya qilish, uni tayyorlash masalan Qozog'istonda hozir 7,000-8,000 dollar atrofiga to'g'ri keladi. Ayniqsa bizga o'xshagan sud huquq tizimi zaif bo'lgan, sud huquq tizimi shubhali bo'lgan mamlakatlarda o'lim jazosini tiklash nihoyatda bu og'ir narsa. Jamiyatni ma'naviy axloqiy qiyofasi albatta odamlar uchun doim muhim bo'lib kelgan. Chunki odamlar o'zining e'tiqodlariga qarshi borilsa, odamlar o'zlarining qarashlariga qarshi borilsa ko'proq norozi bo'lishadi. Masalan, Olimjon aka, mana bir davrlar eslaylik, iqtisodiy nuqtai nazardan albatta hozir obodonchilik davri. To'g'ri, biroz qiyinroq bo'lishi mumkin, qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin bundan qahatchilik davrlarida ham, bundan ko'ra o'sha iqtisodi og'ir bo'lgan paytlarda ham odamlar bunchalik norozi bo'lmagan, chunki odamlarning e'tiqodiga tegilmagan. Biz masalan ma'lum darajada bir paytlar kommunistik e'tiqod bilan ham yashadik. Mayli xudosizlik jamiyati bo'lsa ham, bu yerda insof, bir adolat nuqtai nazaridan solishtirilsa, uni ilg'or nimalari ham bor edi. Men uni oqlash nuqtai nazaridan gapirmayman, lekin tan olish kerak. Lekin agar odamlarni o'sha nima deydi, hamiyati bilan g'ururi yoki sha'ni qadr qimmati, e'tiqodiy bir nimalariga teginiladigan bo'lsa, shu narsalarga ayniqsa rahbarlar tomonidan xiyonat qilinadigan bo'lsa, kuchli rezonans beradi. O'sha adliya xodimlari, favqulodda vaziyatlar xodimlarini Samarqanddagi Xorazmdagi mehribonlik uyida qilgan ishlari albatta bu juda ham haligi nima bo'ldi, lekin men bitta narsani sizga ochiq aytaman, Olimjon aka, bu yagona hodisa emas. Bundan oldin Marg'ilonda ham bo'lgan edi. Men bundan juda yaxshi xabarim bor. Bir necha odamlar qamaldi. Qo'qondagi o'sha tarbiyasi og'ir bolalar bilan bog'liq o'sha koloniya bor, maxsus axloq tuzatish koloniyasi u yerda ham bo'ldi. Bundan tashqari Chinoz, Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi bolalar tarbiyaviy nimasi bor koloniyasi o'sha yerda ham bo'ldi. Ya'ni bu bir narsa davom etib kelyapti, faqat bularni o'sha amaldorlarni yuqori darajadagi amaldor ekanligi, ya'ni bular o'sha qonundagi bo'shliqlardan foydalanib qanaqadir javobgarlikdan qutulib qoldi deyish mumkin. Chunki o'sha paytda Jinoyat kodeksida O'zbekiston Respublikasining demak Jinoyat kodeksining 128-moddasi deydi. Bu moddaning dispozitsiyasi o'sha balog'atga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqada bo'lish deyiladi o'zi asli. Bu yerda masalan bitta tomoni bor, u zo'rlashga kirmaydi. Ya'ni o'sha o'zini ixtiyori bilan. O'zini ixtiyori bilan. Lekin o'zini ixtiyori bilan bo'lsa ham, agar u balog'atga yetmasa, balog'atga yetgan odam yoki balog'atga yetmagan odam u bilan jinsiy aloqaga kirishi mumkin emas degan modda. Mana shu modda bilan malakalashdi va bizda hali o'sha maishiy zo'ravonlik bo'yicha qonunchiligimizda pedofiliya bo'yicha alohida band yo'q edi.
o'sha paytda bu narsa chiqib ketgandan keyin mana o'sha hozir administratsiya rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida juda katta bir kampaniya olib borildi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasi ko'p xotinlilik deyiladi, o'shani 3, 4, 5 bandlari qilib oilaviy zo'ravonlik masalasi kiritildi. Keyin o'sha 128-modda, ya'ni o'sha balog'atga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqada bo'lish degan moddalar ham keyinchalik o'sha mana shu Xorazm voqeasidan keyin jazolari kuchaytirildi. Undan oldingi kodeksda o'sha eski tahrirdagi o'sha moddalar bo'yicha ular nihoyatda yengil jazolar olishdi, lekin jamiyatning noroziligi, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilikda keskin chiqishlaridan keyin sud qayta ko'rildi, prokurorlar protest keltirdi, o'sha sud jarayonlari yopiq bo'ldi. Lekin bu yerda men doimiy ravishda o'sha paytda bolalar ombudsmani bilan, qizlar advokatlari bilan doimiy gaplashib turdim. Qizlar o'zi bilan ham gaplashdik. O'sha yerda ko'p nimalar inobatga olinmadi. Ya'ni o'sha qizlarni o'zini xohishi bilan bo'lmagan o'sha ishlar, ya'ni noto'g'ri malakalangan, ya'ni 128 bilan emas, nomusga tegish bilan, ya'ni 118 bilan malakalanish kerak bo'lgan ishlar menimcha yashirildi o'sha yerda. Endi bu narsa tarixga aylandi, lekin baribir qachondir ko'tarilsa kerak. O'sha Oybek Masharipov va Anvar Kuryazov degan amaldorlar edi va buning orqasidan juda ko'plab gaplar chiqdi. Masalan, uni amaldorlari o'zi o'sha haligi Xorazmdagi Mehribonlik uyi amaldorlar xatasiga aylanib qolgan edi degan gaplar chiqdi. Boshqa amaldorlar borgan, Adliya vazirligining hozir amalda o'tirgan ayrim amaldorlari ham borgan edi o'sha joylarga degan mish-mish darajasidagi gaplar chiqdi. Lekin tergov organlari bu ish oxiriga yetmadi. Nima uchun yetmadi? Chunki xalq noroziligi oshib ketdi o'sha paytda. Agar masalan yana 3-4 ta familiya chiqsa, bu juda katta ijtimoiy portlashga olib kelishi mumkin edi. O'shaning uchun O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi ham, Oliy sud ham bu ishni imijimida tinchitishga harakat qildi. Hozir tarmoqlar rivojlangan paytda, ijtimoiy tarmoqlar taraqqiy etgan paytda agar publikaga chiqadigan bo'lsa, albatta bu juda katta rezonans aks-sado beradi va natijada katta to'polonlarga aylanib ketishi mumkin degan narsa bo'ldi va imkon qadar paypaslab bir amallab o'sha masalani yopishga harakat qilishdi. Bunda qiziq vaziyat yuzaga keladi Abdurahmon aka. Ijtimoiy o'sha norozilik yuzaga keladi. Bahonada bu ishlarni qilgan katta amaldorlar qutulib qoldi. Endi buni hozir masalan ommaviy axborot vositasida gapiryapmiz-da. Masalan, agar bir Olimjon aka siz bilan bir choyxonada o'tirib gaplashsak, mana masalan bu o'zimiz o'zaro suhbatimiz bo'ladi va mas'uliyati ham shunga yarasha bo'ladi. Men ommaviy axborot vositasida o'tirib gaplashayotganimiz uchun men hamma mas'uliyatni bo'ynimga olib ayta olmayman, lekin o'sha mish-mish darajasida juda ko'p rahbarlarni o'sha xatolarga borganligi bo'yicha gaplar paydo bo'ldi. Va bu masalan Oybek Masharipov yoki Anvar Kuryazovlarni qatorida Eshmatov, Toshmatov degan narsalar bo'lganda xalq noroziligi yana ham kuchayardi. Ya'ni ham bizni butun amaldorlarimiz mana shunaqangi nimalardan iborat ekan degan bir ijtimoiy xulosa paydo bo'lardi va bu keskin noroziliklarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun men yana takror aytaman, O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, Oliy sudi bu ishni imkon qadar yopishga harakat qildi, pasaytirishga harakat qildi. Mana shu biz o'tirgan binoni burchagida AOK deyilardi u paytda, o'tmishda qolib ketdi. O'shani matbuot zali bor, o'sha matbuot zallarida konferensiyalar berishib, jurnalistlarni, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Holbuki boya yana aytaman, bir necha odamlar biz oldimizga keldi o'sha paytda ham. Buni orqasi bor, buni boshqa odamlar ham borgan. Bu o'sha xizmat uylari degan, endi o'sha paytda xizmat uylari bilan bog'liq jarayon edi bu. Xizmat uylari o'shanaqangi haligi buzuqchilik maskaniga aylantirildi degan bir narsa. Ya'ni hozir mana Epstein bitta orolni sotib olib bo'lsa buzuqchilik uyasiga aylantirgani kabi, o'sha paytda ham shu adliyani xizmat uyi shunaqangi aylandi degan iddaolar bor edi. Agar masalan haqiqatan davlat xohlaganda, istaganda yoki bizni o'sha milliy xavfsizligimiz bilan shug'ullanadigan idoralar, boshqa idoralar, korrupsiya o'rganadigan idoralar o'sha paytda shu narsalar bilan qiziqib, oxirini surishtirganda menimcha ko'p narsalar chiqishi mumkin edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha amaldorlarga nisbatan jazo yengilroq berilgani sababini ham menimcha men keyinchalik tushunganday bo'ldim. Menimcha ular shantaj qilingan. Agar biz uzoqroq muddatga ketadigan bo'lsak yoki bizni qamaladigan bo'lsak, faqat o'zimiz ketmaymiz, senlarni ham oyog'ingdan tortamiz degan narsa bo'lgan bo'lishi mumkin degan menda ehtimol bor. Endi ehtimollar hammasini ommaviy axborot vositalarida gapirish qiyin, lekin biz o'sha paytda xalqimiz tashvishini, jamoatchilik tashvishini, boshqalarni to'g'ri tushunganmiz. Masalan, menga Adliya vazirligidan go'yoki mana elchilar kelib aytishgan, sizga nima zarur bu? Masalan, nimaga bunchalik qilyapsiz? Qasd olyapsiz? Yo'q, qasd olish emas.
mana masalan shu yurtni bir fuqarosi sifatida mana shu yurtni bir qanaqadir bir keling bir choyxonacha gapirganda bir erkagi sifatida bizni oriyatimiz qo'zg'aydimi, nafsoniyatimizga tegadimi? Bo'lib hamki o'sha haligi qarovchisi yo'q, o'sha yetim holatdagi bir zaif qatlamga nisbatan zo'ravonlik yoki bolalarga nisbatan zo'ravonlik albatta har bir g'ururi bor, sha'ni, qadr-qimmatini haligi nima deydi, ulug'laydigan erkakka albatta nimasini qo'zg'atish kerak. Ya'ni hamiyatiga tegish kerak-da bu ish. Shuning uchun menimcha bu ishlar hali ham qayerdadir bo'layotgandir. Chunki biz eshitdikki, masalan, Chiroqchidagi o'sha oilaviy mehribonlik uyida o'sha haligi voyaga yetmagan qiz o'sha mehribonlik uyi ochgan odamni zo'ravonligi bilan tug'ib qo'ygani bu holatini eshitdik. Endi bu yerda men doim juda ko'pchilik jurnalistlar davlatdan mas'uliyatini qochirishga harakat qiladi. Men shu narsaga juda ham qarshiman. O'sha paytda davlat xususiy sherikchilikda mehribonlik uylari tashkil qilindi. Ya'ni hamma yetimlarni biz o'zimiz boqolmaymiz, shuning uchun kelinglar xususiy sheriklar ham bo'lsin dedida birdaniga oilaviy mehribonlik uylari paydo bo'ldi va albatta odamlar ichida mana shunaqangi illatlarga moyil yoki jinsiy qullikka moyil, jinsiy o'sha zo'ravonlikka moyil odamlar bo'ladi. O'sha odamlar qanaqadir bir norasida bandalarni shu bir yig'ib olib oilaviy mehribonlik uylari tashkil qilib shu uni nimasi yo'qligidan foydalanib, ojizligidan foydalanib shunaqangi buzuqchiliklar bo'ldi. Mana shu mehribonlik uylari masalasida Abdurahmon aka, men bundan bir necha yillar oldin televideniyada ishlagan paytimda shu yetim bolalarni asrab olish haqida bir reportaj qilmoqchi bo'ldim. Boshladim ham, intervyular to'plashni boshladim. Men birinchi ma'muriyat paytidagi gap bu. Va o'shanda menga mehribonlik uylaridagi o'sha xonimlarning o'zi aytdiki, asrab olish istovchilar juda ko'p. Agar hammasiga bitta-bittadan bola bersak, bu yetimxona bo'shab qoladi, hech kim qolmaydi bu yerda. Nega unda bermaysizlar, xohlovchilar bo'lsa desam? Har bir bolaga davlat juda katta pul ajratadi. Bunaqasida katta pul yotibdi. Shuning uchun uncha-munchaga bermaydi. Juda ko'p to'siq qo'yib tashlagan, talab qo'yib tashlagan, hamma oila ham u talabga javob bera olmaydi. Shuning uchun bermaymizda, bolalarni o'zimizda saqlab qolishga harakat qilamiz haligi puldan umidvor bo'lib. Endi mana bu xo'p, o'sha paytda mehribonlik uylari edi. Keyin mana aytganingizdek oilaviy mehribonlik uylari paydo bo'ldi. Keyin bu pedofiliya masalasi kelib chiqdi. Buni qanaqadir tubdan hal qilish yo'li bormi? Mehribonlik uylari aytganingizdek Chinozda, Marg'ilonda, Qo'qonda fahsh uyga aylanib ketsa, bu oilaviy mehribonlik uylari pedofiliya o'chog'iga aylanib ketsa, undan ko'ra shu hozir mana shu masalalar ko'tarilayotgan paytda nima uchun o'sha xohlovchilarga bermaymiz yetim bolalarni oilasiga? Yo'q, bu yerda mana yetimxonalar tashkil qilish masalasida odamlarga mana masalan o'sha yetimlarni vasiylik uchun berish masalalarida qonunchilik hali bizda to'liq takomillashmagan. Ya'ni mana masalan u yerda davlat subsidiyalarini o'zlashtirishdan tashqari o'sha haligi nimalarni yetimlarni masalan uni ota-onasi yo'qda, endi u qarovsiz yetim, hali balog'atga yetmagan ularga nisbatan munosabatda ham bir barrierlar bor. Ya'ni mana masalan kimgadir siz berib yubordingiz, u qanday maqsadda foydalanadi? Masalan, ular haqiqatan ham tarbiya qilib bir savob uchun yoki bo'lmasa bir chin insoniylik uchun ular tarbiya qiladimi yoki ertaga unga ola qaraydimi? Yoki unga bir qanaqadir zaif qatlam sifatida nima qiladimi? O'zi masalan har bir odamni ongida, shuurida, qalbida baribir iymon bilan birgalikda shayton ham bor-da endi. Masalan, hamma odamlar o'sha yetim qizlarga bir norasida sifatida yo bo'lmasa bir xudoni bir haligi sifatida qaraydimi? U shaytoniy, xirsiy nimalar bilan qarash holatlari ham bor-da. Mana shu narsalarda qonun kerak bo'ladi. Siz aytganingizdek, davlat bu masalada 7 o'lchab bir kesish kerak. Uning uchun o'zi aslida davlat boy bo'lish kerak. Mana bugun bizning davlatimiz juda boy emas. Hamma narsaga pul yetavermaydi. Masalan, o'sha yetimxonalar ajratib, masalan o'zi shundoq ham yetim ko'payib ketyapti. Qaysi ma'noda yetim ko'payyapti? Men buni bir afsus bilan aytaman. Oilalarda ajrimlar ko'p. Yoki bo'lmasa aytaylik, migratsiya bilan bog'liq siyosiy nimamiz bor, ahvolimiz bor. Juda ko'pchilik xorijlarga chiqib ketadi, boshqa oilalar parokanda. Yoki bo'lmasa ajrimlar soni mana yildan yilga oshib boryapti. Bunaqangi paytda yetimlar ko'payadi. Yoki mana masalan dunyoning turli mintaqalarida urushlar bo'lyapti. Masalan aytaylik, Rossiyaga masalan aytaylik ketgan migrantlarimizni Ukraina urushiga safarbar qilib, u yerda masalan juda ko'plab odamlarni vafot etgani bo'yicha faktlar bor. Mana shunaqangi paytlarda albatta yetimlar yoki bo'lmasa o'sha chin ma'nodagi bir haligi zaif qatlam yuzaga keladi va bu zaif qatlamni himoya qilish uchun birinchi navbatda davlat o'zi boy bo'lishi kerak. Masalan, istakdan tashqari. Albatta masalan men hozir hukumatimizda, davlatimizda o'sha yetimlarni himoya qilishga
istak yo'q demoqchi emasman. Istak bor. Lekin imkoniyat qanaqa? Imkoniyat qanaqa? Shu istaklar bilan imkoniyatlar to'g'ri kelishi kerak. Masalan, siz agar bugun kimgadir vasiy bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz intellektual tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham o'sha narsaga siz haligi nima deydi, javob beriladigan darajadagi odam bo'lishingiz kerak. Chunki bundoq qaraganda bir omonatni davlat sizga topshiryapti. Ya'ni u omonat u, masalan, uni bir haligi ota-onasi yo'q, yetim u. Mana masalan, shunaqangi paytda farzandlikka oluvchi yoki buni vasiylikka oluvchi yoki biz yetimni boqib oluvchi odamni har taraflama mukammal bo'lishi nazarda tutilgan. Lekin qonunlar har doim ham hayotga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa mukammal odam ko'p emas-ku, Abdurahmon aka. Albatta. Buncha mukammal oilani qayerdan topamiz? Hammamiz ota-onamiz ham oliy ma'lumotli emas, hammamiz ham boy emasmiz, o'rtacha yashaydigan qatlam ko'p. Nega shularga berish mumkin emas? Qachon u ideal oilalarni topamiz? Yo'q, albatta siz hozir men siz tushunib turibman. Albatta masalan davlat buni o'ylayotgan bo'lsa kerak. Lekin ikkinchi tomonni ham o'ylash kerak edi. Masalan, aytaylik, bugun bir 400 so'm pul topgan tadbirkorga aytaylik, voyaga yetmagan qizlarni mehribonlik uyi ochsa topshirib yuborsangizda, ertaga ularni voyaga yetkazishni, farzand sifatida qarashni o'rniga ularga o'sha o'rta asrlardagi qullarga qaragandek qarab, yo bo'lmasa ular jinsiy ekspluatatsiya qilib, ularni bir mana Chiroqchida ko'rdik o'sha narsani. Mana keyinchalik juda katta muddatga qamalib ketdi u odamlar. Yoki mana Marg'ilondagi nimada ham ko'rdik. Unda ham bir 10 dan ortiq odamlar qamaldi. Juda ko'p odamlar ishdan ketdi. Bunaqangi holatlar ham bor demoqchiman-da. Ya'ni bu masalada ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Yetti o'lchab bir kesish kerak. Albatta. Endi men jazo haqida bir so'ramoqchi edim sizdan, Abdurahmon aka, pedofillarga jazoning qanchalik og'irligi va yengilligi haqida. Albatta, endi sog'lom nuqtai nazardan qarasangiz, misol uchun har qanday jazo ham yengil tuyuladi. Misol uchun ko'chaga chiqib oddiy odamlarga mikrofon tutsak aytadiki, deydi, buni osish kerak, otish kerak deydi, terini shilib somon tiqish kerak deydi. O'sha endi shu mavzuda birinchi savolim, hozir belgilanayotgan jazolar pedofillarga qanchalik adolatli, va ikkinchi savol, faqat qamoq bilan cheklanish kerakmi? Boshqa ta'sir choralarimiz bormi bizda? Mana Qozog'iston kimyoviy kastratsiya qilish yo'liga o'tdi, ya'ni bichish yo'liga o'tdi. Bizda ham shu gap ko'tarildi. Bizda bu gap ko'tarildi. Biz buni bir qancha ommaviy axborot vositalarida gapirdik. Masalan, kimdir to'g'ri dedi, kimdir noto'g'ri dedi. Buni hammasi cho'ntakka kelib taqalaveradi, olimjon aka. Masalan, Bu ham cho'ntak. Albatta, masalan, bitta odamni kimyoviy kastratsiya qilish, uni tayyorlash masalan Qozog'istonda hozir 7,000-8,000 dollar atrofiga to'g'ri keladi. Qonuniylashtirildimi? Ha, albatta. Mana xalqaro tajriba bor ekan-ku. Mana endi shu oddiy bir fuqaro sifatida fikrim, agar tibbiy nuqtai nazardan pedofil ekanligi aniqlansa, vrachlar, psixologlar, psixoterapevtlar shunga xulosa bersa, menimcha kastratsiya qilish shu yechimlardan bittasi bo'ladimi deb o'ylayman. Boshqalarga ham haligi namuna o'rnak sifatida. Yo'q, men sizni bu fikringiz albatta qisman to'g'ri, men buni tan olaman, lekin bu pedofilizmni oldini oladigan narsa emas. Masalan, o'lim belgilagan mamlakatlar bor. Pedofiliya uchun masalan Hindiston o'lim belgilagan yoki bo'lmasa o'lim jazolari Xitoyda ham bor. Lekin eng yuqori o'rinlarda o'shalar turadi. Nima uchun? Chunki jamiyat hali taraqqiy etmagan. Pedofiliya jinoyatlari bo'yicha o'sha mana bu Sharqiy Yevropa mamlakatlari, Bolqon mamlakatlari eng yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Ya'ni ular hamma choralarni kompleks qo'llagan. Birinchi navbatda davlatlarda oshkoralik bor. Shaffoflik bor. Qonunga haligi qonun ustuvorligi darajasi bo'yicha yuqori natijalar ko'rsatadi. Mana shuni hammasi qo'shilganda natija beradi bu. Aytaylik, siz shamollasangiz, faqat grippga qarshi bitta bir antibiotik ichib qo'ysangiz siz tuzalmaysiz. Tomog'ingiz og'rishiga qarshi dori ichishingiz kerak, haligi muolaja qilishingiz kerak va eng muhimi yaxshi ovqat yeyishingiz kerak, quvvat bo'lish uchun. Eng muhimi yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz kerak. Masalan, ayolingiz kelib boshingizni silab turish kerak, bolalaringiz kelib dadajon yaxshi bo'lyapsizmi deb alik qilib turish kerak. Ya'ni odamning tarbiyasi uchun. Odam ham xuddi jamiyatga o'xshagan narsa. Ko'p narsa kerak. Ko'p narsa kerak. Masalan, biz kimyoviy kastratsiya qilsak pedofillar tugab qoladi degan narsa yo'q. Bunaqangi mo'jiza yo'q. Biri sifatida. Ya'ni mo'jiza. Yo'q, albatta. Biz bugun xalqqa masalan bularni olib chiqib mustaqil maydonga chiqib ot tashlash kerak desangiz yoqadi. Lekin hammasini bunday qilib tugata olmaysiz. Ayniqsa bizga o'xshagan sud huquq mamlakatda, sud huquq tizimi zaif bo'lgan, sud huquq tizimi shubhali bo'lgan mamlakatlarda o'lim jazosini tiklash nihoyatda bu og'ir narsa. Mana masalan odamlar hissiyotga berilib,
gapirishi mumkin. Korrupsionerlarni olib tashlash kerak, pedofillarni olib tashlash kerak, osib tashlash kerak, so'yib tashlash kerak deydi. Lekin unday emas. Masalan, agar bizda sud tizimi normal bo'lib, masalan, sudlarni, hukmlarni sifatlari odamlarni qoniqtiradigan darajada bo'lsa, ana undan keyin bu narsalarni bajarish mumkin. Masalan, aytaylik, kimdandir qasd olish maqsadida mana shartli ravishda bitta blogerni olaylik. Masalan, bugun butun hukumat tishini qayrab turibdi. Militsiya yomon ko'radi, prokuror yomon ko'radi, sudyalar yomon ko'radi, tovlamachi deydi, u deydi, bu deydi. Ertaga bu pedofil ekan, shunaqa ekan deb uni otib tashlasak, misol yoki o'ldirib yuborsak, uni qaytarib kelish imkoniyati yo'q. Nima qilamiz qaytarib buni? Yo'q. Agar nohaqlik qilgan bo'lsa-da, nohaq bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu yerda asosiy prinsipial savol turibdi. O'zi sud huquq tizimi masalan ishonchli degan narsa bor. Mana masalan siz bugun aytaylik parlamentimiz ham hissiyotga berilib o'lim jazosini joriy qiladigan bo'lsa, jazolarning eng og'irini nima qiladigan bo'lsa, joriy qiladigan bo'lsa, sud tizimi unga javob berish kerak. Mana masalan odamni jonini olish bu nima deydi, oxirgi chora bu. Mana masalan yaqin o'tmishda ko'rganmiz, bekordan bekorga o'lib ketgan odamlar juda ko'p. Masalan, biz mana juda uzoq o'tmishga bormaylik, o'sha 38-yilgi qatag'onlar. Mayli ular nomusga tegmadi, boshqa qilmadi, siyosatga tegishgani uchun mana Qodiriylar, Cho'lponlar, boshqalar otilib ketdi. Keyinchalik mana 100 yildan keyin bizning respublika oliy sudimiz ularning kassatsiya muddatlari o'tib ketgan bo'lsa ham, o'zlarining tilida haligi shikoyat qilish muddatlari o'tib ketgan bo'lsa ham, keyinchalik oqladi. Bundan nima foyda? Shuning uchun birinchi navbatda bu yerda juda haligi nozik, haligi o'rslar aytgandek to'nk siyosat ishlab chiqish kerak. Sudni o'zi talabga javob berish kerak. Sudni o'zi talabga javob berish kerak. Sudda talabga javob bermasligi mana yuqorida aytganingizdek Xorazmlik pedofillar misolida ko'rindi. Albatta. Endi mana masalan men buni sizga bir ko'chada gaplashayotgan bo'lsak, bir choyxonada gaplashayotgan bo'lsak, men sizga og'ir misollar aytib berishim mumkin. Men endi buni bir qo'rqish boshqa nuqtai nazardan emas. Masalan, menga ko'p do'stlarim aytishadi-da, Olimjon aka, shu san bilan gaplashsa deydi, odam deydi bir 2 metr arqon qidirib qoladi deydi. Ya'ni tushkunlikka tushib qolaman. Ta'sir nuqtai nazardan aytadi. Shuning uchun men hammani bir hayajonlantirmoqchi emasman. Hayot yaxshi taraflari ham ko'p. Mana bolalarimiz loyim sog'lom ulg'ayib bir kamolga yetishadigan farzandlar bo'lsin, lekin afsuski siz aytayotgan ko'ngilsizliklar ham bor. Shuning uchun hozir mana qonunlarga o'sha pedofiliyada, jinoyatida ayblangan odamlarni maktab ishlariga olmaslik, hatto qorovul qilmaslik, o'sha nimalardan uzoq yurish, shunaqangi normalar asta-asta kiritilyapti, lekin nihoyatda sekin. Faqat biz xuddi nimanidir kutayotganda 2030-yil strategiyasi, 2035-yil strategiyasi, 40-yil, 50-yil deb tashlayapmiz. Lekin aslida biz mana siz hali birinchi ma'muriyatda deysiz, haligi bir xil shoirlar aytadi, qora kunlar deydi. Mayli qorami, oqmi, birinchi ma'muriyatmi farqi yo'q. Mana mustaqillikning shu dastlabki yillar deyman, dastlabki yillardagi muddatni biz boy berib qo'ydik. Endi bu yoqqa shoshilishimiz kerak. Qonunchilik takomillashtirishga shoshilish kerak. Deputatlar ko'proq ishlash kerak. Ya'ni har kuni ayniqsa muhim bo'lgan avlodimiz, bizning milliy genofondimiz bilan bog'liq jarayonlardagi qonunchilikni mustahkamlash bo'yicha ishlar olib borish kerak. Qanchadan beri aytamiz, biz pedofillarni reyestri yaratilsin. Pedofil, masalan, kim pedofilligini ko'rib turaylik. Masalan, aytaylik, ko'rib turaylik degani qaysi ma'noda? O'sha militsiyada pedofilizm ro'yxati tursin. O'sha ijtimoiy organlar bor, masalan, ijtimoiy ta'minot organlari bilan bog'liq, mana ijtimoiy xizmatlar agentliklari bor, yoki maktab ta'lim vazirliklari bor, boshqalar bor. O'shalarda pedofillar ro'yxati tursin. Mana masalan, Xolmat pedofil, Toshmat pedofil, mana falon paytda sudlangan. Biz ularni jamiyatni cheklashga harakat qilaylik. Keyin kastratsiya qilish degani bu mutaxassislar tili bilan aytganda muammoni yengish degani emas. Chunki bu kastratsiya degani, ya'ni jinsiy bichish degani, bu pedofilizmni oldini olish degani emas. Chunki pedofilizm bu ongida haligi bo'ladigan kasallik bu. Odamni ongida bedavo deydi-ku uni. Odamni ongida. Mana masalan, u boshqa narsa bilan ham sodir etishi mumkin pedofiliya jinoyatini. Yoki mana yaqinda nimani ko'rdingiz? Angrenda bo'lgan hodisani. Bir axloq o'sha xuddi mana shu masala bilan haligi manzil koloniyada saqlanayotgan nimani prokurorlar avvalroq qo'yib yuboryapti, chiqib haligi qizchaga pedofilizm sodir etib yana qaytib kirib ketdi.
Mana shunday holatlar bor. Ya'ni korrupsiyaga kelib taqaladi ko'p narsa. Agar korrupsiyani oldi olinmasa, bu korrupsiya zanga o'xshagan narsa. Masalan, temirni ham yeb bitirib ketaveradi, hamma narsani yeb bitirib ketaveradi, davlatni falajlantiradi va natijada kuchayib ketadi haligi qonunlarga amal qilib. Buni orqasidan pedofiliya ham keladi, buni orqasidan boshqa jinoyatlar ham sodir bo'ladi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Abdurahmon aka bir yaxshi fikr aytdingiz. Mana shu hozirgi paytda pedofillarni ma'lum bo'lganini o'sha maktablarga ishga olmasligi, qorovulchilikka yoki yaqinlashtirmaslik juda sekin bo'lyapti bu ish dedingiz. O'zi umuman mana shunday chora-tadbirlar qanchalik ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? O'sha xorazmlik ikkita amaldorni Amerika hukumati sanksiya ro'yxatiga kiritgan edi. Mana shunday chora-tadbirlar ta'sir kuchini ko'rsatadimi? Yo, bilasizmi, o'zi bu kundalik shug'ullanish kerak bo'lgan narsalar bor-da. Mana masalan siz ertalab turasiz, kundalik ishlaringizdan biri turganingizda yuz qo'lingizni yuvasiz, tishingizni yuvasiz. Xuddi shunday davlatning birlamchi vazifalaridan bittasi bu maktab ta'limi va yosh avlodni o'sha haligi nima deydi, muhofazasi bilan shug'ullanish degani. Ya'ni bu kundalik qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Biz hozir bilmadim, men juda olg'a shiorlar bilan oldinga qarab ketaveramiz. Bugun bir narsani olib kelsak, kecha gapirgan gapimiz esimizdan chiqib ketib qoladi. Qachonki bir pedofil chiqsa, ana undan keyin masala ko'riladi. Ya'ni haybarakallachilikka o'xshagan bir narsa. Shuning uchun bu yerda o'sha siyosat nihoyatda qat'iy bo'lish kerak, qonunlar nihoyatda qat'iy bo'lish kerak. Pedofiliya bilan men ko'p marta taklif qildim. Pedofiliya jinoyatlarini ko'radigan alohida sudyalar bo'lish kerak. Mana masalan ajrimlarni ko'ryapti-ku, uni hamma sudyalar ham ko'ra olmaydi uni. Mana masalan aytaylik jinoyat ishlari bo'yicha sudlarni tergov sudyalari bo'ladimi, boshqa uni hammasi masalan aytaylik 35 yashar sudya bilan 50 yashar sudyaning farqi bor-ku. Uni bir 15 yillik hayotiy tajribasi bor, sudyalik tajribasi bor. Shuning uchun ya'ni ixtisoslashtirilsa masalalar, masalan huquqiy tomondan, tarbiyaviy tomondan, boshqa tomondan hamma taraflama bitta siyosiy tizim ishlab chiqilsa, mana masalan bolalar tarbiyasi bilan o'shanda masala hal bo'ladi. Hozir juda tushunish qiyin. Masalan juda ko'p mamlakatlarda pedofiliya jinoyatlari alohida tasniflangan jinoyat kodeksida bir turkumga kiritilgan. Bizda unaqa emas. Bizda 128-moddani o'zgartirib 3-4 qismlarini qo'shib pedofiliya jinoyatlarini javobgarlik og'irlashtirildi. Lekin alohida o'sha voyaga yetmagan shaxslar bilan bog'liq jinoyatlar alohida turkumi yo'q. Buni o'zi qonunchilarimiz o'sha bekor o'tiribdi, mana hozir deputatlarimiz o'shalar qilish kerak bu narsalarni. Men boshqa narsalar ahamiyatini kamaytirmoqchi emasman. Hozirgi masalan zamonda biz uchun masalan bir qanaqadir ikkinchi yo bo'lmasa 3-darajali narsalardan ko'ra milliy genofondimizni asrash masalasi nihoyatda muhim. Aslida bolalar bilan bog'liq siyosat nihoyatda keng. Mana masalan bizda bolalar ombudsmani tashkil qilindi. Mayli hechdan ko'ra kech deymiz, ilgari yo'q edi. Mana bolalar ombudsmani tashkil qilindi, unga katta vakolatlar berildi. Bolalar ombudsmani ham boshida bir sal yaxshi ishlaganday bo'ldi. Mana hozir umumiy xo'rga tushib oldi u ham hozir. Shuning uchun bolalar ombudsmani qonunchilik tashabbusiga egada bular. Mana bu tashkilotlar, mana bu institutlar hammasi masalan maktabgacha ta'lim vazirligi mana shunaqa qonun loyihalarini men bu bizani o'tirgan hali dardisar deputatlarimizga tashlash kerak. Boshing qotir, mana bunaqa narsalar bo'lish kerak. Ya'ni pastdan bo'lish kerak hamma narsa. Bizda hamma narsa yuqoridan. Bizni ikkita pedofil chiqsa, pedofiliya masalasi ko'rilsin degan birdaniga markazlashgan byuro bo'ladi. Ana keyin mana esnab o'tirgan deputatlar birikdara harakatga tushadi, chala-chulpa bir nimalar bo'ladi. Yoki bo'lmasa matbuotda yo bo'lmasa Daryo.uz saytida aytaylik qamoqxonadan bitta pedofil qochib ketib, yana bitta pedofil jinoyat sodir etibdi degan narsa bo'lsa, qaranglar nima bo'lyapti deydi. Boshqa payti boshqa muzikalar bilan bandmiz. O'shaning uchun bu yerda bir tizimli o'zgarish bo'lishi kerak. Tizimli o'zgarish mana haqiqatan ham aytdingizki, bu Epstein voqeasi ham 1 yil, 2 yil o'tar, 1-2 oy o'tar, trenddan tushadi. Odamlar esdan chiqib ketadi. Mana aytganingizdek, o'sha jamiyatda ham bu Xorazmdagi voqea, Chinozdagi voqea odamlar esdan chiqib ketadi. O'sha tizimli esdan chiqmasligi uchun biz bir aniq chora tadbirlar, bir dasturimiz bormi, aniq bir rejamiz bormi o'sha jamiyatda axloqiy boshda aytganimiz ma'naviy qiyofasini to'g'irlash bo'yicha bu masalada yoki bir yakam-dukkam tadbirlar bilan vaziyatdan chiqib ketamizmi? Yo'q, yoshlar siyosat to'g'risida qonunning yangi tahriri qabul qilindi. Biz bundan xursand bo'ldik. Lekin qonunni o'zi yetarli emas-da. Qonun yetarli emas. Nima qilish mexanizmlari bor. Uni sudlarda qo'llash mexanizmi. Mana sizga siz mana Sovet davrida yashagan odamsiz. Shunday. Katta avlodsiz, Olimjon aka. Mana masalan o'sha paytda bitta rayonda bitta narsud degan narsa bo'lardi. Xalq sudi degan narsa bo'lardi. O'sha fuqarolikda ham ko'rardi,
ma'muriyni ham ko'rardi, uyingizga telegramma ham yetkazib berardi, chaqiruv qog'ozi ham borardi, ish nagruskasi ham bunday katta emas edi. Mana o'tgan kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida matbuot anjumani bo'ldi. Matbuot anjumanida o'sha rais o'rinbosari Shuhrat Polvonov juda g'alati raqamlarni aytdi. Butun dunyo bo'yicha o'sha standartlarda masalan yiliga 44 ta 45 ta ishlar ko'rish bu normativ. Normalda bu. Ya'ni mana masalan o'sha bitta odamning salohiyati, sudyaning salohiyati shunga yetadi. 44 ta 45 ta ish. Biz sudyalar bugun bilasizmi qancha ish ko'ryapti? Qancha? 532 ta ish ko'ryapti o'rtacha. Bir sudya. Yanagi yil 1000 ga yetadi bu narsa. Bu nima uchun men Sovet davrini sizga misol keltiryapman? Chunki Sovet davrida sistema ishlagan, davlat ishlagan. Agar hukumat ishlamasa, yuklamalar hammasi sudga boraveradi. Ya'ni odamlarning huquqiy ongi oshib ketganidan Olimjon bilan Abdurahmon sudlashayotgani yo'q. Davlat mexanizmlari ishlamayapti. Davlatchilik hali qilmayapti. Men Oliy sud rahbariyatiga o'sha joyda men nasihat qilmoqchi emasman. Ular juda aqlli odamlar. Men aytdim, yanagi yil boshqara olmaysizlar. Bu yil 4,5 million ish ko'rilibdi sudlarda 25-yilda. Bu yil 9 million bo'ladi shu. Kelgusi yil 15 million bo'ladi. Hammasini qila olmaysizlar uni. Sizlar shuning uchun boshqa davlat hokimiyat organlariga chiqinglar, ijro hokimiyatiga chiqish kerak, qonunchilik hokimiyatiga chiqish kerak. Nimaga bunaqa? Nimaga bizga buncha ish kelyapti? Masalan, bu sudlar o'sha organizmda jigar bo'ladi-yu, qonni filtrlab o'tkazadi. Qon agar mundoqroq bo'lsa, uni filtrlaydi. Sal notozaroq bo'lsa, uni filtrlashi mumkin. Lekin bo'tqa qon kelsa, spid qon kelsa, jigar ishdan chiqadi. Xuddi shunday sud tizimi yaqin yillarda men ishdan izlab chiqib ketadi deb o'ylayman. Chunki nagruska nihoyatda katta, yuklama nihoyatda katta. Mana shu fonda hatto pedofiliya jinoyatlarini ham, yuqorida siz aytganingiz kabi o'sha zo'ravonlik, yoshlarga oid siyosat nimalari ham mana shu filtrdan haligi nima deydi, sifatsiz o'tib ketishi mumkin. Xorazmda xuddi shunaqa bo'lgan. Xorazmda Xiva sudi birinchi bo'lib o'sha Oybek Masharipov bilan Kuryazovlar sudlagan paytda nihoyatda yengil jazo bergan. Aytaylik, o'sha qo'shmachilik qilgan Mehribonlik uyini direktoriga 5 yil jazo bergan. Bularga 1 yil bergan. Nima uchun bunday qiladi? Nima uchun? Chunki bu odam rahbar. Masalan, to'yda, tantanada, azada rahbarlar bilan birga boradi. Viloyat prokurori bilan yuribdi, viloyat sudining raisi bilan yuribdi. Uni oldida masalan aytaylik, Xiva sudining raisi kim misol? Sudyasi. Ya'ni ular rahbar bo'lganligi uchun katta jazo bera olmadi. 1 yil tartibli nimalarni berdi. Undan keyin jamoatchilik norozi bo'ldi, Toshkentga olib kelishdi. Keyin Toshkentda 3 yil sud zalidan qamoqqa olindi degan bu yerda matbuot kotiblari ham juda haligi ayyorda. Nimani biladi? Keyin biz go'yoki mana zo'r qildik, mana 3 yilga qamalibdi desak, qamoq emas, u manzil koloniya ekan. Manzil koloniyaga olib ketgandan keyin uni buncha payt bo'ldi, birinchi sudlangandan beri shuning uchun shuncha jazo muddati o'tdi deb keyin uyga qo'yib yuborish kerak. Hozir o'sha amaldorlar qayerda? Ochiqdami? Yuribdi, qayerdadir ishlab yurgandir, qayerdadir nima qilgandir. Misolda, конечно, u jazo muddatlarini albatta ular o'tab bo'ldi. Endi mana shunaqangi amaldorlarni nima uchun pedofillar reyestri zarur degan narsa. Men boyagi savolga, boyagi nuqtaga qaytamiz. Agar u reyestrda tursa, masalan, palonchi bu pedofil 2003-yilda mana shunaqangi qizlar zo'rlagan, shunaqa jinoyatlarda ayblangan degan yorliq turadigan bo'lsa, idoralar uni ishga olmaydi. Misol, masalan, qancha mutaxassislik bo'lgan bilan ta'lim muassasalariga-ku umuman o'zi kirishi mumkin emas uni. Misol, masalan, qorovul bo'lib ham, boshqa nima bo'lib ham ta'limga daxl qiladigan birorta joyga yoki yoshlarga daxl qiladigan birorta joyga yoki yoshlar bilan bog'liq birorta ishga kira olmasligi kerak. Nima uchun? Chunki ularni ham albatta inson xato qilgandir, boshqa ularda ham huquqlari bor. Men ularni butun haligi yer tagiga kirib ketsin demoqchi emasman. Lekin jamiyatni tarbiyaviy ahamiyati uchun, jamiyatni o'sha ya'ni poklanish uchun, jamiyatni tozarish uchun ma'lum muddatda bunaqalarni haligi qilish kerak. Rivojlanishda hamma bosqichlarda Olimjon aka haligilar chiqadi. Masalan, Amerikadagi qudratli mamlakat, Amerikadagi demokratik mamlakatlarda mana ahvolni ko'ryapmiz. Ular ichida prezident ham bor, uning ichida davlat kotiblari ham bor, merlar ham bor, boshqalar ham bor. Britaniya qirolidan boshlab to haligi arablarning shayxlarigacha chiqib kelyapti ichidan. Bu juda katta fitna nazariyasiga o'xshagan narsa. Juda katta bir haligi qilingan, uyushtirilib qilingan bir narsa. Shu nuqtai nazardan biz o'zimizni mini Epsteynlarga keladigan bo'lsak, biz o'zimizni mahalliy Epsteynlarga keladigan bo'lsak, biz bu narsalar vaqtida nimaga olishimiz kerak. Haligi sobiq spikerimiz Dilorom Toshmuhammedova bitta yaxshi nima bilan chiqibdilar. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni ijtimoiy tarmoqlardan cheklash bo'yicha.
juda yaxshi tashabbus. Mana bu o'sha yoshlar siyosatiga oid juda yaxshi fikr. Albatta yangi fikr emas, lekin yaxshi fikr. Masalan, boshqa mamlakatlar o'sha balog'atga yetmaganlar ijtimoiy tarmoqlarga kirishini bloklash bo'yicha islohotlar amalga oshiryapti. Biz ham tezroq amalga oshirib 2030-yilni kutib o'tirish kerak emas. Renessans qachon ali bo'ladi, hamma joy yorib bo'lib ketib, zo'r bo'lib ketadi, o'z-o'zidan bo'lib ketadi deb emas. Hozirdan mana shu narsalarni harakatga keltirish kerak. Ya'ni yuqorida keltirgan hamma savollaringizni universal javobi bu harakat. Abdurahmon aka savollarimizga javob berganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Umuman pedofiliyaga oid har qanday fakt jamiyatda bir fojia sifatida qabul qilinishi kerak va belgilangan jazo ham shunga munosib ravishda bo'lishi kerak. Savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Aziz muxlislar, bu borada, bu masalada, bu mavzuda jamoatchilik fikrini shakllantirishda sizning mulohazalaringiz juda muhim. Shuning uchun fikrlaringizni, savollaringizni, takliflaringizni marhamat ijtimoiy tarmoqlarda, izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha.